Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana changan mashinamiz ham tayyor bo'ldi. 18-aprel kunimizga shanba. Mana bu mashinamizga qilib berilgan ishlardan. Hop. Izotermiz qilib berdik. Orqa holatlarimiz har doimgidek o'sha furnituralar bo'lgan. Qo'shimcha dulga qilib berganmiz. Furnituralarimiz har doimgidek qulupchalikli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ichki holatlari mana zapaska balonni tepaga joylashtirib berganmiz. Ichra ham qo'yib berganmiz ikkitadan mana. Tepadan ham o'chirib yoqsa bo'ladi, pastdan ham yonidan ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Yon qismini ham ochiladigan qilib berganmiz mana. Yonlarini ham bexijolat mana ko'rishingiz mumkin. Tepaga ochiladi yonlari ham. Xo'p, bu yon qismi ham ochiladi mana. Bu yoni ham ochiladi. Do'konchilarga, nimalarga, bozor ucharga minadiganlarga bemalol mana chiroyli bo'ladi. O'zini soyabon vazifasini ham bajarib beradi tepadagi qismi. Ko'rishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilonda chiroyli sifatli qilib ishni ham bitkazib beramiz, xudo xolasa, kelaverasizlar.